qarindoshlar uchrashishida Misrdagi o'quvchilar masalasi o'tirib qo'yildi. İlm ma'rifatning markazi bo'lgan Misrning Qohira shahridagi Azharda o'qiyotgan Uyg'ur o'quvchilar 2017-yil 7-oyning 5-ida sababsiz bir shaklda qora quyuq tutqun qilinishga boshladi. Natijada Qohira shahrida 100ga yaqin o'quvchi uylaridan tutib ketildi. Uyg'ur o'quvchilar hozir qattiq parishon ishida bo'lib, taraf-tarafga qochishga boshladi. Hozirgacha 30ga yaqin o'quvchi chet elga chiqish jarayonida aydirumda tutib qolindi. Azharda o'qiyotgan bu o'quvchilarning nima sababdan tutilganligi aniq emas. Misr hukumati bu to'g'rida hozirgacha hech qanday tushuncha bermadi. Dunyoning har qaysi joylaridagi Uyg'ur muhojirlar Misrdagi Uyg'ur o'quvchilarining oqibatidan andisha qilib duo qilishmoqda va qo'llaridan kelishicha moddiy va ma'naviy jihatdan yor yo'lakda bo'lishga tirishmoqda. 9 qatimliq Dunyo Sharqiy Turkistonlik qarindoshlari uchrashishida Misrdagi Uyg'ur o'quvchilarining Misr soqchilari tomonidan tutqun qilinishi va buningga munosabatlik oldin olish tadbirlari haqida muzokaralar bo'lib o'tildi. Qarindoshlik uchrashishining birinchi kunidagi ochilish marosimida Sharqiy Turkiston Ma'rif va hamkorlik jamiyati raisi Hidoyatullo O'g'uzxon bu haqda maxsus to'xtalib, yaqingi mazgillarda Xitoy tajovuzlarining talabi bilan Misrdagi Sharqiy Turkistonlik Uyg'ur o'quvchilarining tutqun qilinganligini tilga olib o'tdi. Hamda bu masalani hal qilish uchun qo'ldan kelishcha tirishchilik ko'rsatib, ta'siri kuchli tashkilotlar bilan birlikda hamkorlik olib berayotganligini Şunun bilan birga yana Türkiye davlat rahbarlari bilan bu haqda so'zlashlarning elib berilayotganligi, Misr masalasini hal qilish va bu haqda chora tadbirlarni qo'llanish uchun Misr masalasini hal qilish guruhi qurilganligini, har xil yo'llar bilan bu masalani xalqaro kun tartibga elib kelish uchun barliq amallar bilan harakat qilib kelayotganligini o'tirib qo'ydi. Ondan keyin Misrdan kelgan bir qarindishimiz Misr haqida qisqacha ma'lumot berib o'tgandan keyin Misrda tutun qilingan Uyg'ur o'quvchilar sonining 100 atrofida ekanligini, bu sabab bilan nurg'un sondagi Uyg'ur qarindoshlarimizning har tarafga qochishga harakat qilayotganligini, bularning Misrdagi bir qancha aydirumlarda yetayotganligini, voqeaning xalqaro axborotlarda keng tarqalishi va ba'zi nufuzli organlarning jiddiy inkoslari natijasida Iskandariya va boshqa bir qancha o'rinlardagi bir qancha Uyg'ur qarindoshlarimizning qo'yib birlash oldida turayotganligi haqida to'xtalib o'tdi. Yig'inning 2-chi kunidagi faoliyatda Misrdan kelgan yana bir qarindishimiz Misrdagi o'quvchilar masalasi haqida tafsiliy ma'lumot berib o'tdi va bu haqda har qaysi tashkilot va shaxslarning az bo'lmagan tirishchiliklarni ko'rsatayotganligini, shundaqla to'xtovsiz harakat olib berayotganligini tilga olib o'tdi. Misrdagi Uyg'ur o'quvchilariga aloqador qilishga tegishli ishlar to'g'risida qarindoshlik yig'inida tuvandikida qaror e'lon qilindi. Misrda yushunib yurayotgan o'quvchilarni bir shaklda Turkiyaga keltirish, bilet, viza ishlarini qolaylashtirish, Turkiyaga kelgan o'quvchilarni yotoqlarga o'rnalashtirish va Turkiya maktablariga qabul bo'lishi uchun xizmat ishlash, tutilib qolgan o'quvchilarning Xitoyga qaytarilishining oldini olish uchun munosabatli davlat va tashkilotlar bilan darhol diplomatiya munosabat qilish,